Bu hech narsa emas. Hop yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtvordi. Ya'ni ta'kid etmoqda 10 kishi bo'lib qoldik. Bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing uyog'iga javob beradi. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Nurbek. Raqibning imkoniyat. Jarima zarbasi berilsa kerak, shu tashqari edi. Nima bu do'stlar? So'nggi umid bo'ldi deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Bu Saymurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Aziz to'rt burchak chizadi. Hali ham penalti. Ibragimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya. Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi.